Assalomu alaykum, Yakub House obunachilar, aziz mijozlarimiz. Sanjar to'yxona yonidamiz. 3 qavatli korpusning birinchi qavatida 2 xonali kvartira chiqishini ko'rib chiqamiz. Birinchisi katta bir zal, bu yerda divanni ochib berganlar ekanlar. Patologlarni shuni natijni qo'yib qo'ydilar. Giraverishda bu yerda shuni rakovinalar qo'yilgan. Jaluzlari bor, shuni akvaramlar ham bor. Bu yerda konditsioneri belgilar ham tashlab ketilgan. Bundan keyingi xonamiz spalni bo'ladi. Eshiklarni ko'rishingiz mumkin akkuratni. Bu yerimiz spalni. Spalni shunda shkafi bor, skrytli bo'lib, charaga kirib turibdi, akkuratni bo'lib. Bu yerlarimiz ham bo'y. Bu tarafimiz oshxona. Oshxonani birinchidan tushuntirib boraman. Bu yerda xolodilnik qo'yiladi, unda kir mashina toshkasi, bu yerda gaz plitani toshkasi. Şunun üzerine oturup okatlansa bo'ladi, chunki kattaligi ajoyib. Bu itishkalari bor. Bu yerimizda yana двухконтурный котел. Двухконтурный котелlar qo'yilgan. Bu tomonimiz yaqinlar yuvinish xonasi. Patologisi kapillar bo'lgan. Eshiklarni ham shunday aqvadan qo'yib berganlar, nasoslar ham bor ekan. Xullas, shu kvartiramiz sotib chiqdi. Yaqinlar qaranglar. Bu kvartiramiz narxi darajada ajoyib, shikolat narxi hozir Ramazon aksiyasi bo'lib turibdi. Primoygadan chiqarib turibmiz, bilasizlar. Boshqa kanallar ham chiqqan bu. Bizdagi narxlar boshqa kanallardan farq qiladi, chunki biza Ramazon aksiyasidan tashqari bilasizlar ustuna qo'yib ishlamasadi kechqurun. Primoygadan narxi 300 million ozgina kelishadigan yer bor. Lekin bir narsa iltimos qalaman. Primoydan chiqib turgandan keyin hujjatlarni tekshirib, taklifi bormi yo'qmi tekshirib, krediti bormi yo'qmi tekshirib, o'zlaringiz hashlashtirib xarid qilinglar. Hammangiz omad. Kvartira yoqqan bo'lsa bir like bosib, keyingi videolarda ko'rishguncha.